emasmi? Qani, shaxsiy tasdiqlang. Nimani tasdiq? Siz hozir nima meni yo'ldan to'xtatyapsiz? O'zi shaxsiy mashina, patrulda emassiz siz. Ha, shaxsiy mashina bo'lishi kerak. Shaxsiy mashina bo'lish kerak emas. Siz menga qonunni o'rgatmang. Menga qarang siz. Menga hozir muomalangiz hammasi tushdi. Menga qarang siz kimsizmi? Menga to'xtatib turib gapiryapti. Siz kimsiz o'zi menga otishib turib o'zicha menga bo'pti matbuot chaqiring bemalol. Siz nima haqqingiz bor menga baqirib turib muomala qilishga? Menda zapisda turibdi. Siz hurmatli haydovchi. Nima haqqingiz bor meni yo'lda mana boshingiz bilan? Men hujjatimni sizga men taqdim qilmayman. 194-moddasi bilan tanishtiryapman sizni. 194-modda. Bilasizmi nima ekanligini? Men sizga taqdim qilmayman, boshqa gay chaqiring. Любой gayingizni chaqiring. Nega taqdim qilmaysiz? Men sizga taqdim qilmayman. Hujjatim bor hammalari. Bo'ldi bemalol. Menda mana turibdi. Mana o'rtoqlar 194-moddasi bilan tanishtirdim. Endi bo'ldi. Endi sizga hujjat so'ramayman. Bo'ldi. Hujjatingizni taqdim qilmay qo'yavering, sudda taqdim qilasiz. Mana o'zi shaxsiy mashinasini quvvat to'xtatyapti. Men qo'li mashinam kamera. Bemalol. Ko'rasiz. Bemalol. Bo'l yozavering bemalol. 194 bilan siz tanishtirdim. 294-modda va ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksni. 294-moddasida sizning haq-huquqlaringiz bor. Bodi kamerangizni yashirib turib, mashinaga o'tirib, yo'lda yuzida meni to'xtatib, bodi kamerasi taqib kelganlaringiz ham turibdi. Yo'l harakat qoidasining 12-bandini buzishga haqqingiz bormi sizning?